farzandlarga qaratilgan munosabatlar emas. Aynan mulkiy munosabatlar to'g'risida tuziladi shart. Nikoh shartnomasi tuzdi deylik. 15 yildan beri yashayotgan xotin tuzdi. Nikoh shartnomasini mulkiy munosabatlar aks ettirildi, notarial tasdiqlandi. Mana shu nikoh shartnomasidan foydalanadigan davr kelganda, u qanchalik huquqiy kuchga ega bo'ladi deylik, sudga berdi, masalan, ajrim yoki qanaqadir bir kelishmovchilik bo'lib qoldi. Nikoh shartnomasi olib boryapti. Nikoh shartnomasiga ko'ra biz yozilgan, agar ajrashadigan bo'lsak, menga bu o'tadi, bunga bu o'tadi. Misol uchun, mana shunaqa paytda u qanchalik huquqiy kuchga ega bo'la oladi nikoh? Nikoh shartnomasini o'zida tuzilganda muddat ko'rsatilmaydi. Chunki uni o'zaro kelishuv bilan tuziladi. Xohlagan paytda o'zgartirish mumkin, xohlagan paytda bekor qilish mumkin. Shuning uchun ham muddat belgilanmagan. Bitta odam bekor qilish faqat ikki tomonlama. Agar bir tomonlama deyiladigan bo'lsa, bu demak nizo kelib chiqdi deyiladi. Unda sud tartibida amalga oshiriladi. O'zaro kelishuv bilan bo'lsa, notarial tartibda tasdiqlanib, o'zaro ikkovini ishtiroki albatta shart. Bu ishonchnoma bilan ham qilinishi mumkin emas. Aynan ikki tomonning o'zini ishtiroki bilan, o'zini roziligi bilan qilinadi. Qachonki hali nizo yuzaga kelib chiqsa, shundagina faqat sudga murojaat qilib, fuqarolik sudida tartibida amalga oshiriladi.